Bu kirish qismi. Shajarasi tushirilgan Imom Buxoriy nimasi? Payg'ambarlarning shajarasi tushirilgan sun'iy daraxt. Qur'oni Karimdagi bu yashagan uylarning ko'rinishi bu. Chekirsa shunday bo'ladi. Mana uyi. Mana sensordan boshqarsa bo'ladi. Uyni ko'rsangiz bo'ladi, qanday holatda bo'lgan. Payg'ambarimizga vahiy kelgan payti qochib kelgan g'ori shu bo'ladi. Dars olayotgan vaqti jarayoni bu haykallar yasalgan shu bo'ladi. Har bir so'zi uni tinglayotgan yoshlarning qalbida chuqur iz qoldiradi. Bu oxirgi dars. Mehrli xayrlashuv. Bu Imom Buxoriyning test qilayotgan jarayoni bu. Haykallar yasalgan shunga. Mana bu Imom Buxoriy bo'ladi. Uchar gilam bu. Bu yoqda video ketadi, videoga qarab uchar gilam qimillaydi, qimillab turadi bolalar uchun. Buni rasm chizsa bo'ladi. Bu o'yinlar, bolalar kelib o'ynaydi sensorli. Mana ikkita bir xillarni topish kerak bo'ladi. O'yin shunaqa. 3 xil o'yini bor. Buxoriy kitob so'zlari bor, shunda o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Bu 25 ta tilga tarjima qilingan gaplari bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam albatta amallar niyatga bog'liqdir. Albatta har bir kishiga niyat qilgan narsasi bo'ladi deydilar. Degan gaplari 25 ta tilga tarjima qilingan. 22 tamda shuni. Bu Qur'on kitobi va biroz satrlari bor. Yo'qsa ochiladi bu. Bunun 200 ta hadislari bor bu yerda. Bu disk. Buni ko'tarsa diskda chiqadi, buni ko'taradi. Hadislar. Bu hozirgi
qabrining ko'rinishi shunday bo'ladi, tashqarisi bo'ladi. Mana Ka'badan jo'natilgan shu nimasi, nomini bilmayman. Mana yangi Imom Buxoriy masjidi shu bo'ladi. Muzey mana bu. Qabri mana. Bu eski buzilgan Imom Buxoriy alayhissalom masjidi shu bo'ladi. Bu Qur'on kitob Makkadan yuborilgan shu muzey uchun. Bu yerda prezidentimiz medallari bo'ladi, hozircha yo'q, olib kelmagan. Mana kitoblar sotiladi, do'kon, mana do'koncha bo'ladi. Buxoriy sovg'alari bu. Tabarkallah. Chiqayotganda narsalaringizni mana parol qo'yib kirib ketasizlar. Yana shu parolni ochib chiqib ketaverasizlar narsalaringizni olib.